Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik suhbat programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men program riyosatchisi Abdulahad Ujat. Bugungi programmamizning aziz mehmoni ustoz Habibullah Kusani. Ustoz Kusanini bugungi programmamizga qadam tashrif qilganligi uchun qizg'in qarshi olamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi programmamizda vatanimiz ichi va sirtidagi eng muhim deb qaralgan va bizga alohida ahamiyatlik bo'lgan mu'minlarningki bir-biriga ishonishning ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Hurmatli ustoz, oldi bilan islomda mu'minlarningki yoki musulmonlarning bir-biriga ishonishining ahamiyati haqida qisqacha tushuncha berib o'tgan bo'lsalar. Allah rahmat qilsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Endi bu ishonch degan so'z Arab tilida 3 harfdan tarkibda bo'ladi. Bizning Uyg'ur tilida 5 harfdan tarkibda bo'ladi. Ammo bu so'zning mazmuni to'limi cho'nqur. Vazni, salmiqi to'limi ig'ir bir so'z bu. Çünkü bu ishonch bizning hayotimizda qat'iy bo'lmaydigan, xuddi 3 vaqtlik tamoqqa qanchalik ehtiyojimiz bo'lsa, balki uningdimi ehtiyojimiz bo'lgan bir masala. Biz agar bir-birimizga ishonmasak, biz hayotimizda nurg'un qiyinchiliklarga duch kelamiz. Endi bu hayot nemadan iborat desa, kishilik munosabatdan iborat. Endi kishilik munosabatdan iborat deganda, shu kishilik munosabatda ishonch birinchi o'rinda turadi. Agar ishonch bo'lmaydi ekan, men qanday qilib bir do'konga kirib normal bir narsa sotib olayman. Bu ishonch deganlik er bilan ayol o'tirsidiki, qo'shni bilan qo'shni o'tirsidiki, savdogar bilan bir xaridor o'tirsidiki eng muhim bir omil. Hatto bir davlat bilan bir davlatning aloqasining davomlashishiga birdan-bir sabab bo'lgan omil ishonch. Agar ikki davlat orasida bir ishonch bo'lmaydi ekan, uning o'rtasida har qanday diplomatik do'stlik munosabat bo'lmaydi. Shuning uchun bu ishonch masalasi jamiyatimizning taraqqiyotining, qarindoshligimizning davomlashishining tüp asası. Şunu biz Allah subhanahu ve taala biz müminlerini gap qilsak ras gap qilishga, va'da qilsak vafo qilishga, omonat bo'lsa joyida ado qilishga, vaqt rioya qilishga qatorliq shu ishonchni kuchlantiradigan ishlarni qilishga bizni buyurdi. Ya'ni farz qildi. İşençsizlik yapardıqdan to'sdi. İşençsizlik yapardıqdan to'sdi. İşenchini saqlab qoldigan omillarni islom dinidagi muhim prinsiplarning qatoridan qildi. İşenchning o'zi dinimizda eng muhim masala bo'lganlikdan, shuning uchun gap qilsang rost gap qil. Alaykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir wal bir yahdi. Yani siz cho'qim rostchil bo'linglar. Rostchillik butun yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Hatta Peygamberimizin sıfatının biri emin. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyet vaktida, yani vahiy kelishdan burun el-amin deb anlatdı. Yani Uyg'urcha ishonchlik odam degan gapda, yani kafirlar ishonadi. Sifat shu. Shuning uchun hamda bizningki shu ishonchiga o'zaro bir-birimizga ishonish, bir-birimizga ishonch berish, ishonishlam emas, ham boshqalarga ishonch berish. Chunki bu ishonch nimaga o'xshaydi bo'lsa, yuqumli kasalga o'xshaydi. Men ishonsam boshqalarga ishonish bo'ldi. Aksicha men ishonmasam boshqalarga ishonmaydi. Yuqumli bu. Sen ishonchlik bo'lsang boshqalar ishonchlik bo'ldi. Sen boshqalarga ishonsang boshqalar senga ishondi. Aksicha sen ishonchsiz bo'lsang boshqalar senga qarab ishonchsiz bo'ladi va boshqalar senga ishonmaydi. Shuning uchun shu İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi naql qilgan bir hadis sharifda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizga bir vaqalikni bayon qilib bergan.
Mushu o'tgan Banu Isroil deb qo'yamiz, ya'ni Musa alayhisolamning qavmisining ichida ikki solih taqvo odam bor ekan. Bu ikkisi yaqin do'stlardan ekan. Shundan bir kunsi birisi o'zining do'stidan 1000 tilla oltin qarz berishini so'rabdi. Unda olsa buning bir shahid akal debdi ekan. Alloh mening shahidim debdi. Tamam debdi. Bo'ladi deydi ekan. Unda olsa bir kepil akaga kelsa Alloh mening kepilim degan ekan. Bo'ladi deb pulni berib o qarzni qaytarish vaqtini bekitibdi. Şunu olan bu qarzning vaqti to'shqa vaqtida bu qarzdor qarzni qaytarish uchun yo'lga chiqibdi. Chunki ikkalan daryoning ikki qirg'og'ida yashaydi ekan. Birisi maqirg'ida, birisi oqirg'ida. Shundan pulni olib chiqsa daryoga sal kelkun kelib qolgan. Qarshi taraf o'tish uchun ya paraxut ya kimi bir narsa bo'lmagan. Saqlab baqib, "Apla, men buni va'da qilgan edim. U men ishimni qanday qilsam bo'ladi?" deb, shundan 1000 tilla pulni yanchoqdan chiqarib, yaxshi bir lattoq yo'gab, yog'ochdan birini tepib, uyib pulni shaga solib bir parcha xat bilan bu yog'ochni daryoga tashlagan. "Ey Alloh, mendan kepil so'rabdi, sen kepil" dedim. "Ey Allah, menden şahit so'rabdi, ey Allah sen şahit dedim. Bugün mapulni sen amanet qilma" deb daryoga tashlaydim. Shuni bilan qarz egisimi? Mening do'stim bugun qarzni olib keladi deb oldi kutib olg'ili daryo bo'yiga chiqdi. Daryo bo'yiga chiqqandan keyin shu bilan qarz hech bir odam yo'q. Hey deb kirkitay deb tursa bir yog'och eqib kelayotgan. Shundan hech bo'lmasa buni uyimga kirib o'tin qilib qolama deb yog'ochni elib uyga kirib yasa, ishidan pul va xat chiqqan. Yani bu qarzdor buni bilan to'xtab qolmay bir necha kun keyin kelkin to'xtagandan keyin qarshi taraf o'tib 1000 tilla pulni ko'tarib kelgandan keyin qarz egisi sen burun men bir narsa avatganmi deganda amaliyotda men shu kun chiqsam paraxut yo'qmish davla men Alloh taolo pulni solgan yana xartajam olamay keldim degan keyin Allah subhanahu wa taala sening qarzini ado qilib bo'ldi. Ya'ni ahvol pul mangtaydi degan. Bu voqelik orqali Rasululloh bizga nimani bildirmoqchi? Yani Müslümanların bir-biriga va'daga qanday vafo qilganligi, bir-biriga qanday ishonganligi, Alloh kafilimiz ma'qul dedi. Alloh shahidimiz ma'qul. Yani ishondi musulmonga. Abdullah ibn Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu'ningki o'g'li Abdullah ibn Umar oxirgi umrida mundaq bir gapni qilgan. Jamoat shu sakarat tushib qoladi deganda jamoat yig'ilib o'ltirganda, o'ltirgan vaqtida ey jamoat, mening qizimni bir so'rab kiribdi ekan Alloh deb. Men uningga ba'zi gaplar orqali shunga birdigandek mundaq bir ishoratlarni, ya'ni aniq emas, uningga burtib birdigandek bir gapni qilgan edim. O'lib ketganman, men o'lib ketishning oldida munofiqlikning alomati bo'lgan va'dasi tumoqslikning qo'rqiman. Ko'dingmi, aniq va'da qilmadi. Fakat va'da qilgandek ba'zi gaplarni qilish. Yine shundan dedi, men shu alomatlarni ketib qolmay, hamma guvohlar qizimni falonga berdi. Yani bizning salaf solihlarimiz, taqvo olimlarimiz mana bu ishonch haqida mana kuch chiqardi. Endi bizningki Uyg'urning navbatdagi ahvolimizni qaraydigan bo'lsak, bak echinishlik hamda. Hürmetli ustaz sizlar yuqorida ishonchning ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tdilar. Endi kelsak, masalan bir millatda shunday o'zaro ishonish yo'qolgan vaqtda qanday ziyon balay ofatlar kelib chiqadi bu haqida qisqacha ma'lumot bersanlar. Bu hayotlik rangarang. Biz bu hayotlik masofasida agir to'qay yo'llarni egizi past davollarni besitish to'g'ri keladi. Ana bu jarayonda biz o'zimiz ishongan odamlardan zarba yeymiz. Hatto eng yaqin odamlarimizdan zarba yeymiz. Shuning bilan bizda bir xil ishonchsizlik paydo bo'ladi. Endi biz boshqalarga ishonmaslikni, hamma odamning buzilib ketganligini da'vo qilamiz. Lekin hatta o'zimizni oqlaymiz. Men paloni oxunim bilan, paloni qarojim bilan, paloni damolim bilan aloqa qilib baqdimi? Hammamiz chatoqgan emasmi? Bu dunyo buzilib ketibdi deb shikoyat qilamiz. Lekin bu yerda bir masala bor. Shuni bilib qo'yaylikki, bu dunyoda yomonlik bo'lgandek yaxshilik ham bor. İşençsiz adam bo'lgandek ishonchlik odami bor. Chunki musulmon ummatida solih taqvo odamlar ta qiyomatgacha
tugab ketmaydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mening ummatimda yaxshilik tugmaydi dedi. Bu birinchi masala. Unda xos masala nada desa, biz yaxshi odamni topamaganlikda yoki tajribamizning kamligidan yoki alqi tirishmaganlikdan yaxshi odamga ulashamayapmiz. Buni e'tirof qilishimiz kerak. İkinci bu mesele bo'lsa, ikkinchi masala mushu boshqalarga biz ishonchsiz paloniga ishonga olmaydi deb hukm qilgan vaqtimizda shuni bilaylikki, ular bizga o'xshash hukm qildi. Xo'sh. O'ziga ishongan odam boshqalarga ishonalaydi. Boshqalar aqliga qilmaydi. Boshqalarga o'ziga ishongan odam boshqalarga ishonalaydi. Anda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum deydi. Birda ahlakahum deydi. Yani nima degan bo'ldi? Voy insonlar tugashdi, voy ishonchli odam qolmadi, jamiyat buzilib ketdi degan odam amaliyat birinchi buzuq shu deydi. Amaliyat sen tugashgan odam deydi. Birisi ya sen boshqalarni tugashding deb sen o'zing tugashding deydi. Bu bir sabab. İkincisi mushu men bir odam bilan muomala qilaman. Mesela onun yaxshilik qilsam men yomonlik qiladi. Uning ishonsam mening ishonchimni yadi qo'ydi. Tex u odam mening tuqqanim, yaqin qarindoshimdan keldi. Shuning bilan men bu odamga ishonmas bo'lib qolman. Bu nereden kelib chiqadi desa qarindoshlar. Bu hamma odamni bir tayoqdan haydashdan kelib chiqadi. Yani xalqlarga ommabop hukm qildi. Xalq ommabop hukm qilib, bu azroq bir necha odam ishonch chiqsa, uni ko'ptirib, mubolag'lashtirib, voy palon hojim namoz o'qigan bilan, pustona odam haramga olgan bilan, pustona soqol qo'yib olgan bilan, palon xonim voy yuzini yeb olgan bilan deb, ba'zi odamlar shunda mubolag'lashtirib, uning tilidan hech bir musulmon saq qolmaydi. Hammani ayblab ishonchsiz shunda deydi. Endi buni uni bilan nima kelib chiqadi desa, o'zaro bir ishonmaydigan bir kayfiyat, bir muhit barpo bo'ldi. Shundan bizning Uyg'ur orasida 4 odam bo'lsa, birisi shpion, voy paloni jasus, pustani jasus deydigan, yoki voy bu deb musulmonlar bir-biridan qochadigan, hatto mushundaq islomiyat xizmat qilishni talab qilayotgan. Hozir dinimiz, millatimiz boyning bir mo'cham puliga, haq so'zlaydigan odamning bir eg'iz so'ziga, bir odamning bir yetimlarimiz, musofirlar, ojizimiz, boshqalarning kichkina mehribonlikqa muhtoj bo'lgan mushu kunda bulunga kirib yetib oladi, o'zini qochiradi, boshqalarga ishonmayning zini mushunda bo'ladi. Anadan keyin dedik, bu ishinish deganing har qanday bir jamiyatning taraqqiyotining asosi deyapmiz. Bizning mushkul qilishimiz shu. Bir-birimizga ishonmaymiz. Bu zini bak ko'p. Hamkorlashmaymiz. İş qilsak yolg'iz qilamiz. Ondan keyin boshqalarga ishonmaslik insonda bir xil psixik kasallik paydo qildi. Boshqalar bilan aralashmaydigan, boshqalar bilan ijtimoiy normal munosabat qilolmaydigan qilib, o'zining ruhini o'zi turmoq solaydi. Sonra uyda o'tirib hammadan turmaydigan. Bir bekinmech ulab qoldi. Bunun iqtisodiy, ijtimoiy, diniy nurg'un ziyonlari bor. Lekin vaqt cheklanib bo'lganlikdan buni har qanday bir aqliga tushundimdi. Yani bizga nisbatan asosli ziyon. Yani o'zaro bir-birimizga ishonmagan vaqtda o'zaro hamkorlashmaymiz. Diniy, ijtimoiy va vatanga aloqador xizmatlarningki oqsishiga, yani sabab bo'ladi bu. To'g'ri. Rahmat ustoz. Endi kelsak, bu ishonchsizlik vatanimizda bak tarqalgan bir kasal demdi bu. O'sha yerdagi Xitoyning besimi, insonlarningki bilimsizligi, dindan uzoqligi, yani bu sabablardan ham o'sha yerda shunday bir kasallar bak yamrab ketgan. Vatanimizda ishonchsizlik. Hamda bu kasal yana shu necha ming kilometr uzoqlikda Turkiyaga ya chet elgami birlik kilovatr demdi. Keldi. Buningki shu kasallikning keng ko'lamda davom qilayotganligini, ya'ni sizyapmiz, ko'ryapmiz. Buningki nimasi nima hamda masalan? Endi bu o'zaro mush ishonchsizlikninki chet eldan davomlashishi, men bunga javob berishdan burun millatga, ummatimga shunday deb xitob qilaman. Biz vatanni qo'ldan berdik.
Xo'sh. Chet elga chiqib mehr muhabbatni yo'qotib qo'yapmiz. Endi biz o'zaro ishonchni yo'qotib qo'ysak, bizning oqibatimizni tasavvur qilish tas. Bundan keyingi oqibatimiz taxim zavolliq qarabmoqda. Xo'sh. Endi bu ishonchning davomlashishdagi omil sabablar nima desa, buning birinchi sababi ishonchsizlikniki davomli. Davomlashning birinchi sababi. Endi men dedim, bu hayotimizda nurg'unlarimiz bir qattiq tajribalarni boshdan kechiramiz. Yaqin odamlarimizdan yaxshilikqa yomonlik javob olamiz. İşengen adamlarimizdan zarba yeymiz. Ve şu bir necha qatim bu ishga uchraymiz. Uchirgandan keyin anandan keyin hey bu jahonda tuzuk odam qolmabdi deb bu ish bo'ladi. Ikkinchisi buningda dushmanninki ig'ir quli bor. Ig'ir quli bor. Chunki tarixda shunday bir qonun bor. Her qandaq zalim hakimiyet, mazlum bir milletni kontrol qilib, davomliq izishni davomlashtirmoqchi bo'lsa, shu millatni guruh, firqa ayirish. Mao demokratchi, Mao millatchi, Mao dinchi, taq dinni ichidan bir necha arib qo'ydi. Mao sopti, Mao utti, Mao buti deb ayında arıydı. Arib anandan keyin agar hakimiyete dastlabki qadamda qanday qildi deslar, ma guruhni ko'tirib, ma firqani jazolaydi. Shuni avo askidan jazolandı, men jazolamaydi deb dushmanga bo'lgan bir ishonch tashidi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Inna fir'auna ala fil ard va ja'ala ahlaha shi'a. Fir'aun deydi. Ziminda haddidan oshdi. Ve kavmini deydi. Yani şu Fir'aun özünün milletini guruh böldü deydi. Mani chuqur bilishimiz kerak qardoshlar. Allah subhanahu va taolo 1400 yil burun zolimlarninki mush mazlum millatni qandoq boshqarish taktikasini so'zlayotdi. Bilib boshqarish. Endi keyin qanday qildi desa, uning erlarini, bolalarni o'ltirdi, ayollarini tirik qo'yib qul qildi. Hozir dal bizda bo'layotgan ish. Erlerimizni turmu her xil banalar bilan yo'g'oncham dedin, kichikcham dedin, sanimda paka, sanimda egiz deb yo'q qilan bahona bilan ya bir hech qanday bir samoviy dinninki ta'limotiga uyg'un emas, hatto xalqaro qonunga uyg'un emas, hatto shu zolim hokimiyatning o'zining qonuniga uyg'un emas holatda bizni jazolayotdi. Jazolash usuli burun bo'lgandi. Mao vahabiy, Mao sufi, Mao madaniyatlik, Mao madaniyatsiz, Mao dindorlar. Endi hozir hammani umumiylik jazoladi. Tamam? Endi bu bo'lishda bir millatni bo'lmoqchi bo'lsa qanday qilish kerak? Bo'lishning eng yaxshi usuli bir-birining o'rtasidagi ishonchini yo'q qilib o'tish kerak. Endi hozir qarindoshlar, shu bir diqqat qiladigan ish. Hozir dunyoda biz davatimiz birbirimizga ishonaylik dedik. Ammo muhim bir sirni sizga yaqin bo'lsa-mu, sizga mening deyishimning hojati yo'q. Tamam. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda siz dunyo ishlarida maxfiyatlik uchun eslanglar dedi. Maxfiyatlikni asos qilinglar dedi. Men sizga men yaqin bo'lsa-mu demaydigan gap demasam bo'laverdi. Ikkinchisi, hozir shu aloqalashish qurollari ajoyib taraqqiy qilib ketdi. Gigant holatda. Ham josuslik tarixdagi eng yuqori pallaga yetdi. Silmiyada telefonning bir nemisini bespo'g'icha oyada turib bilalaydigan holatga kelib ketdi. Shuning uchun biz shu maxfiyatlikni saqlash saposi bizda. Hozirgi dunyodagi texnikaning nima uchun ishlatilyotdi? Buni bilishimiz kerak. Bizning telefonimizda necha xil mikrofon bor, telefonimizda apparat bor. Qarshi taraf buni internet orqali foydalana oladi. Shuning uchun boshqalardan yo'qolan gumonlanib o'ltirmay o'zimizga ching bo'lishimiz kerak. Yangi texnikani qanday bexatar ishiltish saposi bo'lish kerak bizda. Shuning ikkimiz o'ltirib bir gapni deb oshkorlab qolsa Xudoya tavba deb 30 yillik og'inimizni xoyinga chiqarib ishonmaslik qilamiz. Nima uchun esa o'zimizning uchun tutmaymiz. Shuning uchun bu ishon degan gap qarg'ular ishon degan gap emas.
Çoxum Allah san aql verdi. Bir neçə qatim təcrübə qılımız, səfərə çıxımız, pul muamele qılımız arqılı bu işenç payda oldu. Şunun üçün şu kafirlar bizga mana shu ishonchsizlikni paydo qilishga ajoyib tirishib kelgan. Men o'zimning 5 ni o'tgan bir ishni eslagan. Masalan, meni bir chaqda bizni taxminan 30 odamni tutib oldi. Tutib olib bu 30 odamning ichida 24 odamni qo'yibdi. Atlam qo'yibdi. Qo'yibotgan ichida men bormdi. Tamam, men bor. Shuni bilan atsi men o saqchi chaqirtdi, ha deb kirsam, men nasihat qildi. Sizga yaxshi odamning bolalari deb kelib, bir diniy olimni gap shunla ustul bilan qistadida, "Palani biz tarbiyalayotgan odamte o bu sil yaxshi o'qimaylar, ma jamiyat tushunmaylar, andaq mandaq" deb, ashuna ustul bilan bir ahlimini men jasus qilib ko'rsatdi-da bu. Ichim dedim, "Hey Tunguz, atam men ash oxirni mindim desa dedim-da." Degandek 2-3 kundan keyin men bilan yaqin og'ina shu jutning cho'ngdirvamdi, tijoratchi, sodiga odamlar. Halqi boshliqning muavini, men degan boshliqning muavini ular bilan birga tamoq yeb o'tirib, "Ey og'illar, demay desam, bo'lmidi? Mushu ko'dinglarni 30ni tutgan, chet elda o'qigan Habibullah asli birinchi qatim yetish keraklikdi. Ey, siz o'qimaysizlar, Jungyangdan to'pon qilib bizga qo'ydiryapti mani. Sizlar voy palonajim deb mashinani oldiga silib, uyingga kirib mehmon qilsam, mushunda odamga deb gapda qatnashu. Lekin bizning og'illarimiz bir aqlliq kishilar Allohdan bu gapni jari jo'g'ishtirib tugdi. Demak, ashundaq ittifoqsizlik urug'larini chachidi. Bo'libmi hozir ma tor dunyosida biz kim yazdi, kim emas, bir qo'mondonimiz, bir dohiyimiz, bir jamiyat arbobi, bir diniy olim o'lvani kaydan torda birsimda qalaymiqan Xitoyning jasus ishbillari bir narsa yozib qo'ysa, davomli uni buni yo'llab ko'ranglar, falan degan mandaq odamga deb, shunda setishga maroq. Demak, bu kommunistlarningki qattiq qo'li bor. Oxirisida shu ishonchsizlikki davomlashiga sabab bo'lgan ish. Hamda aramızda haqiqatan yalğançılık, saxtipazlik, va'daga vafo qilmaydigan, vaqtga rioya qilmaydigan, o'zining ig'izdan chiqqan so'zga ega bo'lmaydigan, omonatni joyida ado qilmaydigandek bir xil ijtimoiy kasallik yamrayotdi. Ana bunda bo'lib ketgandan keyin xalqlar tingirqaydi. Kimga ishonishni bilmaydi. Shuning uchun buni hal qilish uchun qanday qilishimiz kerak? Mana mush illatlarni tugatishimiz kerak. Bu illat tuga vaqtida anandan keyin shundami? Masalan, bizning dinimizda rostchilik, samimiy bo'lish, va'da vafo qilish dinimizning javhiri bu. Men deb qo'yay. Men deyman, men bir diniy o'quvchi. Rostchilik, vafodorlik, omonatga joyda ado qilish, samimiy tepilmagan odamda din mi tepilmaydi? Omonat yo'q odamda din tepilmaydi. Rostchilik, hatto u odam haj qilsin, namoz o'qisin, ro'z tutsin, soqolni qo'yib olsin, uzun chaponni kiyib olsin, bu odamda din yo'q. Biz mush omillar, masalan, mana shu rostchilik, omonatga joyda ado qilish, va'da vafo qilish hammasi mush ishonchini kuchlantirgan omillar. Buningdimi ishonchning naqadar muhimligini, naqadar biz musulmonlarda bo'lish tegishlik isil xislatligini, xislat ekanligini bundan ko'ra olamiz endi. Xo'sh, ustoz hamda yuqorida shu ishonchsizlik joylari haqida to'xtalib o'tdik. Endi qanday qilgan vaqtda shu bizning xalqimiz ichida o'zaro mehr muhabbat, birsi bo'lgan ishonish barpo qilgani bo'ldi. Buningki omillari nima? Va qisqacha so'zlab bergan bo'lsa-da. Endi dedik, bu ishonch bizda ki eng kuchli qurollarning birisi. İşençi ittifaqını paydo qildi. İşençi bir mu'minlarcha taraqqiyotni paydo qildi. İşenç sağlam aloqaning asosi. İşenç sağlam bir jamiyatningki muhim asoslarining biri dedik. Endi bu oldidan ishonchni qanday paydo qilamiz deganda, abiyadi rostchilik, samimiy, u bu degan so'z yo'q. Endi bu ishonchni qanday saqlab qolish? Ishonch topmak eng tas omil, buzmoqmi eng oson omil. Xuddi ishonchni barpo qilish eng tas bo'lganda, bu ishonchni buzib o'tishmi shundoq oson omil. Shuning uchun bu ishonchni saqlab qolishdagi eng muhim omillarning birisi musulmondan yaxshi gumon qilish. Dinimizda bunday bir prinsip bor. Bir musulmon shu musulmonningki
ishonchsizligini yo'qotadigan bir omil, bir hujjat, bir fakt tepilmoqchilik hamma musulmon ishonchlik. Bunu bilishimiz kerak. Ya'ni musulmonda biz ta shu musulmonning ishonchsizligini iliq dalil faktlarni topmay turib hech qanday musulmonni ishonchsiz deyish bo'lmaydi. Gumonlash bo'lmaydi. Qadam qo'yish bo'lmaydi. Endi men abiya dedim-ku, nurg'un odamlar ummubab bir to'yaq taydaydi dedim. Masalan, men bir televizorda mushaqda ishlangan bir nahmaydan bir filmni ko'rdim. Dubaylik bir diniy tashviqotchi Misrga berib xalqdan so'raydi. Butun xalq ra'yini sinaydi. Mushu Misrdagi ko'cha avtobusini agar balas sotadigan odamni bekor qilib bir sanduq qo'yib, hammadan o'zi balat pulni to'laydigan qilsak, sinch qandoq bo'ladi desa, birisi "Ay, o shirkat bu avtobus shirkati 1 kun kilogram bo'ldi. Hech kim pul olmaydi" dedi. Shunda qildi, yana birisi, "Mencha 10 odam pul urdi, 90% odam pul olmaydi" dedi. Yana birisi 20% deb eng oxirsida haqqonch tirsa bakın o 40% odam pul urdi, ammo 60 odam cho'qim pul olmaydi dedi. Şuna olan aş koça avtobusdan birini ekilip, uni maxfiy kameralarni bekitib, bir kun aşında qildi. Bela satan adam yo'q, xat yozdi. Balat pulsini bir jo'nay sanduq tashlaganda. Kashda shuna kamera avtobus kirganlarni kamera qarab turib sanadi. Pulni sanabdi 95% adam qana qildi, pul to'lab chiqibdi. Demek xalqlar biz yomon yerimiz boshqalarga yomon gumon qilish. Ham bu yomon gumon qilishning ijtimoiylashishi, jamiyatlashishi eg'ir shu. Shuning uchun musulmonda chuqum boshqalardan yaxshi gumon qilish. Xuddi yomon gumon qilish gunoh bo'lgandek, musulmondan yaxshi gumon qilishning o'zi savobli ish. Allah subhanahu wa ta'ala yomon gumon qilishni gunoh deb atadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min az-zann. Inna ba'dha az-zanni ismun. Ey mu'minlar, gumonxo'rlikdan, ya'ni gumonxo'rlikning ko'pinchisidan qachonlar deydi. Ya'ni gumonxo'r bo'lmanglar, gumon qilmanglar. Chunki gumonxo'rlikning o'zi gunoh dedi. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Casuslik qilmanglar. Bir odamning lo'paylikni qarab, shunda qilib, egiz pakalib, u sening ishing emas, u sening munosabatsiz deydi. Sen o'zingni bil deydi. Ana lekin bir-birini g'aybatni qilmanglar deb Alloh subhanahu va taolo, ya'ni boshqalarning yomon gumon qilishning o'zini bir jinoyat dedi. Yaxshi gumon qilishni bir ibodat dedi. Hadis sharif Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fa inna zanna akzabul hadis. Yani gumonxo'rlikning o'zi uchuq chiqqan yolg'onchilik dedi. Yani bir odam gapga yaqinlaydi, faqat qalbida boshqa yomon qilgan qismi uchuq chiqqan yolg'onchilik dedi. Yine bir hadis yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iltemis li akhika uzra dedi. Sen qirindishingga uzrni izdigin dedi. Bunun bir gap. Mesela hozir shunda ketib olsam bir haramga olgan hojim yoki damollam bir qiz bilan kechda ketib beribdi. Yo Allohim, oxunimni demaymiz. Balkim men tunimaydigan bir singisti yoki ayolidir yoki deb uningga bir yaxshi gumon qilish deydi. Hat Umar raziyallohu anhu dedi. Sening qirindishingning og'zidan bir yomon gap chiqib qopti dedi. Chiqib qolsa, shu yomon gapni yaxshi o'rigin bo'lish ehtimoli bo'lsa, shu ehtimollikning hammasini ishlatib yaxshi o'ri deydi. İmam Hajar ibn Asqalani o'zining mana Fathul Bari degan kitobida musulmonga samimiy bo'lish degan hadisni, ad-dinu nasiha degan hadisni sharhlab kelib bunday deydi. Musulmonga samimiy bo'lish degan gap, bir musulmonning xato qilib qolganligini ko'rsak, shuningga 70 xil bahona izlash. Bir bahona izlab turib, aslan mana uchun xatolik qilib qilmashmasa, yo'q, aslan mana uchun xatolashib qoldi deb. Yana mana uchun xatolashib 70 bahonani izlab, uning qilishini faqat to'g'ri tushungan bo'lmasa, men bilmaydigan 71 bir bahona bor. Shuning uchun mamushlar bu qolgandi deb mandal gumon qildaydi. Ammo bizcho, shuning uchun har bir qarindoshlarimiz bir musulmonning ishonchsiz ekanligi aniq isbotlanmoqchilik har bir musulmon ishonchlik odam. Bu shu ittifoqni saqlab qolishdagi birinchi muhim omil. Ikkinchisi biz hammamiz bilamiz. Bu dunyoda insonlar ikkiga bo'linadi. Ya kofir bo'ladi, ya musulmon bo'ladi. Endi musulmonning ichidami?
rastçıl Müslüman buldu. Bazenler Müslümanlık terisini kiyilip yağancı sahtipaz oldu. Müslümanın içinde şunlama eskisi oldu, bilim oldu. Müslümanın içinde takvadar oldu, fasık oldu. Bu hayatlıqni şunda düşünüşümüz gerek. Bu dünya rengarenk, egir toqay. Biz Allah subhanahu wa ta'ala akıl bergandan keyin bu hammadan bir tarafta haydamay. Çoqum dünyada perishtedek yaxshi odamlar bor. Vallahi men Allah bilan qasam qilaman, mushsil biz yashayotgan atrofimizda farishtaga be'isil insonlar bor ya. Shunda ishonchlik. Ular bilan muomala qilsak, farishtalar bilan muomala qilib ishimiz. Voy, mena bor o'shada. Mena bir necha odam bor. Chiqdi unda emas. İnsanlarda bu müminlerde yaxshilik ko'p, yomonlik az. Bunu bilishimiz kerak. Ammo butun odamga qora ko'zini bilan qarash bu bir xil psixik kasal bu. Shuning uchun buni tushunimiz bu reallik shu, yaxshisi va yomoni bor. Har qanday jamiyatda, masalan, Misrning odamlari bak eski, Saudning odamlari bak, unday emas. Hammaga o'xshash. Haramdimi? Isil odamlar va nachar odamlar va. Buni to'g'ri tushunish kerak. Yana birisi şu ishonchni saqlab qolish uchun ishonchsizlikka sabab bo'lgan omillardan yiroq turish kerak. Tamam? Masalan, boshqalarning gumonini qo'zg'ab qo'ydigan, boshqalarning bizga bo'lgan ishonchisini yo'q qilib qo'ydigan har xil ish-harakat, gap so'zlardan amal bajarib turishimiz kerak. Bizning majburiyatimiz bu. Qarshi tarafning majburiyati bizdan yaxshi gumon qilish, bizning majburiyatimiz boshqalarning bizga gumon qilib qilishgan ish-harakatni qilmaslik. Bu orqali biz nima saqlab qolamiz? Endi yana bir mushada musulmonlarni ogohlantirgan bir ish, mushu hamma odam ishonchsiz bo'lib ketdi deyish bexatarlik. Nima ish qilsa, hamma odam ishonchsiz bo'ldi degan gap, men ishonchli odam demoqchi. Shunama men bu bir kibrni keltirib chiqardi. Ham men dedim-ku, ishonchsiz bu hayotda yashash mumkin emas. Chunki biz kishilik hayotda ijtimoiy aloqada qo'shni-qo'lim, ayol, ilm setim, shunama hammasi aloqa. Ishonch bo'lmasa mumkin emas, hech kim ish qila olmaymiz. Shuning uchun ishonch cho'qim bizda bo'lish kerak va buni muhofazat qilishimiz kerak. Ana lekin mushu nurg'un qarindoshlarimiz mush masalaga bir taraflama qarash. Masalaning faqat bir odamning qorong'ulik tarafini ko'rish, yo'ruq tarafini ko'rmaslik. Ya'ni bir ko'z bilan qarash. Bu ajoyib xatarlik. Bu insof emas, bu adolat emas, bu boshqalarga zulm qilganlik. Dinimizdagi eng muhim ishlardan birisi insof, adolat. Bu shunda ma'lum odamlar azroq chatoq chiqsa hammasiga, bir hojim chiqsa haram bor degan hamma u. Bir yuzlab qadam chatoq chiqsa yuzlab qadamimiz shunda bo'ladi. Biroq nimishkan chiqsa, ya unda emas. Bir masalaninki bir tarafiga qaramay, o'xshash qarash, oddiy insof bilan qarash. Hatta ba'zi odamlar o'zining shaxsiy bir adolati yoki o'chmanlik qilib qolsa, qarz qilaman. Bu degan askada yoki jasus o bu deb İptiğini misketiğinden, abroya tiğinden işlem bekliyorlar. Yine bir amel olsa şunu bilişimiz gerek ki biz Müslümanlar bir adamı yaxşılık qilsak, bir adamı ishonsak, uningdan bizga yomonlik kelsa, u ishonchimizni yerda qo'ysa, qaqshab, vaqirab uni batmarak qilib hamma odamga deyishning hojati yo'q. Chunki musulmonlar ishqa vaqtida shuari bundoq bo'lish kerak. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan va la shukura. Biz sizlarga faqat sizlarni yo rahmatinglarni kutib, yo mukofotinglarni kutib sizlarga tamoq beryapmiz. Alloh rizoligi uchun tamoq beryapmiz. Mu'minning har qanday qilgan ishi Alloh rizoligi uchun bo'lsa, bo'ldi. Meni ularga ishonchsiz gap, balki Alloh subhanahu va taala shu musulmonni imtihon qilish uchun qanday qildi? Yaxshilik odamni yomonlik qaytardi. Endi yomonlik qaytargandan keyin qaqshab Allah degan bo'lsa, demak yaxshi qilish inson uchun qildi. Agar Allohdan qabos qaqshmaydi, chunki Alloh bizga faqat yaxshilik qilam keladi. Asosiy ixlosga. Demak shuning uchun bir odamga azroq bir ishonch qilsak, uningdan bir narsa kelsa, voy Allah deb to'ylamaymiz. Ishonchim buningda bo'lmasa ananda bor. Dedim-ku, ummatning ichida ne taqvodor, ne sabniyatlik, ne isil odamlar bor. Sen isil bo'lsang, Alloh cho'qim shu isil odamni uchrashtirdi. Sen o'zing ishonchlik bo'l va ishonchlik odamning baliq ishon. Allohdan tila.
Chuqum ishonchli odam bor. Ajoyib insonlar bor. Bu ummatda yaxshilik tugmaydi endi. Endi oxirsida shu Uyg'ur mu'min musulmonlarga deydigan bir gapim. Uyg'urlarninki yaqinqi ahvoli bak ig'ir endi. Bak echinishliq. Endi kelgusimizni tasavvur qilishmi tasavvur ketib bardamdi. Endi bundaq bo'lgan ekan, mayli Uyg'urlar bir shaxs bo'lish sifati bilan bo'lsin. Mayli bir tashkilot bo'lish sifati bilan bo'lsin. Mayli bir diniy zatlar bo'lish sifati bilan bo'lsin. Biz cho'qim o'zaro bir-birimizga ishinib, din, millat, vatan ramkasi ichida ishonchni bir yerga keltirib harakat qilmaydigan bo'lsak, bizga endi yaxshilik yo'q. Mayli, biz birinchi din, chunki Alloh subhanahu va taolo din bizning hayotimizni birinchi qildi. Ikkinchisi bizning Uyg'ur millati, chunki biz o'zimizning millat uchun xizmat qilamiz. Dünya musulmonlar uchun xizmat qilamiz. Bizning Uyg'ur musulmonlari shu dunyo musulmonlarining bir qismi. Shuning bir parchasi. Uyg'ur millati musulmon millatiga musulmon millat bu. Tamam? Shuning uchun butun dunyodagi Uyg'urlarga shunday deymanki, mayli siz bir shaxs bo'ling, mayli bir tashkilot bo'ling, mayli bir siyosiy to'plam bo'ling, mayli bir iqtisodiy jamiyatlar bo'ling, hammamiz din, millat, vatan ramkasi ichida ishonchimizni bizning o'zaro ishinib harakat qilishimiz kerak. İşençliğini tüytüşümüz gerek. Müştaqançada Allah subhanahu wa ta'ala bizga nijatlik berdi. Ço'qim bu hayotlik ishonchi bilan davom qildi va taraqqiy qildi. Rahmat ustoz, Allah razı olsun. Sizga Allah razı olsun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bunun bilan bugungi suhbat programmamiz oxirlashdi. İnşallah boshqa programlarda ko'rishmak umidi bilan hammalarni Alloh taolaga topshirdim. Xayr, xo'sh, aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.